Ketdik. Qaranglar bolalarim, mana zavoddan Tesla chiqadi. Tesla chiqqan paytda uni juda ham ko'p funksiyalari o'zining ichida bo'ladi-da. Keyin uni olgan odam abonentskiy pul to'laydi-da, abagrev rul yoqiladi. Yana pul to'lasa, abagrev sidenье yoqiladi. Yana pul to'lasa, qanaqadir motorni ovozli qilishadi, misol uchun motori ovozi keladigan qilib berishadi. Har xil pul to'lab, abonentskiy orqali qo'shimcha funksiyalar ochiladi-da. Inson tug'ilgan paytda ham unda hamma funksiyalari ichida tayyor bo'ladi-da. Faqat shu biza ko'p xato qilish bilan, misol uchun yolg'on gapirish yoki dangasalik qilish, o'qimaslik, shunaqa yolg'on gapirishlar, birovni haqqidan qo'rqmaslik bilan boyagi funksiyalarni yopib qo'yamiz. Misol uchun deylik, Azbek, sen qanaqa super funksiya, super sposobnosting bo'lishini xohlarding? Superman bilan super immunitet. Ajoyib. Mana shu narsalarga erishish uchun deylik, sen nima qilsang o'sha funksiyalar ochiladi. Limit qilmish. Misol uchun super pamyat desa, demak sen ko'p o'qisang, ko'p yodlasang, misol uchun o'sha funksiya ochiladi senda, to'g'rimi? Senda yangi organ paydo bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Miyang razmeri kengayib ketmaydi yoki qo'shimcha yangi miya ochilmaydi-ku, to'g'rimi, ichingda. Xuddi shu funksiya. Uni funksiyasi bor. Misol uchun super immunitet deding. Nima qilish kerak? Demak, o'sha mashq qilasan, trenirovka qilasan, yo'l yo'rig'ini qilasan, o'sha funksiya senda ochiladi, Robiya, onajon, sen qanaqa super funksiya xohlaysan? Misol uchun neyrobiolog bo'lmoqchisan yoki neyroxirurg bo'lmoqchisan, Xo'p. Boshdan. Onajonim, senda qanaqa yangi super funksiya ochilishini xohlaysan? Super pamyat. Senda ham superman. Demak, pamyatni rivojlantirish uchun o'sha she'r yodlash, kerakli qoidalarini qilib, ko'p kitob o'qib va hokazo mashq orqali shu funksiyani rivojlantirsanglar bo'ladi. Faqat mana shu noto'g'ri ish qilamiz, dangasalik qilamiz, boshqalarni xafa qilamiz, noto'g'ri yo'ldan yuramizki, o'sha ichimizdagi funksiyalar yopilib ketaveradi. Lekin yaxshiliklar qilursak, o'sha funksiyalarimiz ochilib ketaveradi. Bo'ldi?